Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Tarixda ilk bor O'zbekiston mezbonlik qiladigan FIFA Series turnirining barcha ishtirokchilari ma'lum bo'ldi. FIFA tomonidan har 2 yilda bir marta o'tkaziladigan FIFA Series xalqaro futbol musobaqasi doirasida turli konfederatsiyalarga mansub milliy terma jamoalar o'rtasida xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlari tashkil etiladi. Musobaqa mini turnirlar shaklida o'tkazilib, har bir mini turnirda 4 jamoa ishtirok etadi hamda bellashuvlar bitta markazlashgan mezbon davlatda bo'lib o'tadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tashabbusi bilan Markaziy Osiyoda ilk bor bo'lib o'tadigan mazkur turnir ishtirokchilari rasman e'lon qilindi. Unga ko'ra, mezbon O'zbekistondan tashqari musobaqada Gabon, Trinidad va Tobago hamda Venezuela milliy terma jamoalari ishtirok etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubayda o'quv mashg'ulot yig'inlariga kirishdi. Uzoq tanaffusdan so'ng Ikrom Aliboyev terma jamoadan chaqiruv oldi va oldindagi rejalar haqida to'xtalib o'tdi. Avvalo bundan juda ham mamnunman. Terma jamoa libosini kiyish har doim sharaf. Har bir o'zbek uchun, o'zbek futbolchisi uchun bu juda katta sharaf. Ko'p yillik tanaffusdan so'ng 4 yildan keyin qaytdim. Xudoga shukr. Bundan juda ham xursandman. Bugungi mashg'ulotlar asosan o'sha jismoniy holatni yaxshilashga va o'sha to'p bilan pozitsionniy o'yinni yo'lga qo'yishga qaratildi. Mashg'ulotlar juda ham qiziqarli bo'ldi. Milliy terma jamoa bilan inshaalloh agar murabbiylar o'yindan mamnun bo'lsa, yaxshi formada bo'lsam, jahon chempionatiga borish albatta bu eng katta orzu har bir futbolchi uchun. Okay, go. Go. One more. Go. Good.